maktab, xayr uyga vazifalar. Katta hayot meni kutmoqda. Bunasini eshitmang, men o'ylab qo'ydim, biznesmen bo'laman. Qo'y olaman, semirtiraman, sotaman. Mol olaman, semirtiraman, sotaman. Xotin olaman, uni ham semirtirib sotaman. Pasportda diplomda o'qiydi bu. Ey, institutga o'qiydi, oliy ma'lumotni bo'lish kerak bacham. Mana O'qimayman, men biznesmen bo'laman. Shira tushdi. Biznesmenmi? Bu Osiyo xalqaro universiteti. Nima qilaman beraman? 17 ta yo'nalishi bor ekan, 3 ta magistratura yo'nalishi bor ekan. Kechki ta'lim, sirtqi ta'lim hammasi bor, tushundingmi? Tushundim. 25-maydan boshlab maktab o'quvchilari uchun ham qabul boshlanar ekan. Attestatni keyin keltirib bersang bo'lar ekan buraga. 11-iyun kuni birinchi imtihon, tushundingmi? Kelasan. Kelmayman. Bola o'qishga bo'sh vaqtimiz ko'p bo'ladi. Sizni ham beri qarovulchilikka gaplashdim. Ham institutni, ham bachangizni qarovullik qilasiz, papasha. Davay.